tunnel bor. Bu yerga kiradigan joyni o'zi eshikni o'zi qilmayapti. Demak, bozorchangizga xalq kirmay qo'ydi deyapsizlar, to'g'rimi? Yo'q, xalq kirmoqchi. Eldimiz bekliyor. Ana trotuarlar her yerde oturttular. Bekle eldimiz. Bizler bazar topan bilmeydiler. Demak, belgilanmagan joylarda odam yuradigan yo'laklarda ham savdo qilishyapti deyapsiz-da, to'g'rimi? Tunnellarda. Noqonuniy o'tiribdilar. Klient yemidi beri. Yemidi. Tandirga olov yoqiladi. Bizden talabimiz tunnel bor, trotuarlar bor, ochilsin. Produkta bozor bo'lsin. Giyim bozor bo'lsin. Her kim o'zining ishini qilsin. Bizning talabimiz shu. 5 millionni to'lab o'tiribdilar, 1 yil bo'ldi. Odamlar yo'qolib boryapti bu yerda. Krediti bor odamlarni. Krediti bor odamlarni. 9 etajda narsa sotib turibdilar, tadbirkorchilik qilib turibdilar. Asosiy bir do'kona girib tadbirkorchilik qilishi kerak, to'g'rimi? Patenti bo'lishi kerak, kassa apparati bo'lishi kerak. Bu yerda 2000 so'mdan 5000 so'mdan narsa tovar sotib turibdi. Kunina 500 rulon sotadi ekan. 500 rulon. Bize uni 1 yildan sotaylik. Shuncha tadbirkorchilik. O'zi asli materiallarning eng arzon bahosi necha pul? Eng masalan 10 ming. Sizlarniki sifatli. Olmaslik kerak. Bize magazinda turgandan keyin klient yo'q. Bizning tovarimiz qonuniy kirib kelgan tovar. Ham sifatli tovar. Noqonuniymi u? Nedan gap turibdi? Tovar bilmaymiz. Shu 9 etajga yandagi savdoni aniqlashtirib berishni so'raysiz, to'g'rimi? Ularda nima uchun kassa apparat yo'qligi? Her gelingan narxi bor. Bir xil narxda sotsin. El xatari satsın. Dükkana girip satsın. Birinchidan bizning bozorni eldini ochish kerak. Bozorga giradigan yer bo'lishi kerak. Shundan qonuniy o'tiribdi. Shu yerda bozor bo'ladi degan hujjat bor ekan. Yer yo'q. Hammamiz yerda stol tashab o'tirib qolaveradi. Bog'da o'tiribdilar-ku, bog'da. To'g'rimi? Ko'kalarimiz alishtiriladi. O yerda o'tiribdi shu, misol 9 etajda Instagramga chiqib, yine savdo qilib yotibdilar. Esa shunda bizlar ham shura chiqib o'tirish kerakmi? Yo'llarni, daraxtlarni ket qo'yib o'tiribdilar. Savdo qilishimiz kerak. Bizlar shuni deb tushunamiz. Mumkinmi? Ana eshikdan zillilar ustida o'tiribdilar yine. Ha 5 minutdan yine pojarnik o'ti yo'q. Xolodilnik qo'yibdilar. Yo'la 2 xolodilnik. Aytchakman, har bir narsada sifat sertifikat bo'ladi. Srok godnost bo'ladi. Men Xitoy mamlakatidan Xitoyga chiqqanimda bu yerni bit bozor degan bozor bor edi. Shu bit bozorda yillab chirib yotgan materiallari bo'lardi. Shu narsani bu erkak kimlar tanimadimi? Vodiydan kelib turibdi bu erkaklar. O'sha bit bozorni molini bizni Xorazmli xalqini arzon bil. Bizni Xorazmda endi kambag'alchilik ko'payib ketdi, restoran buni bekitib bo'lmaydi. 2000 so'm, 5000 so'm, 10 000 so'm deb sotibdi. Lekin uni kiygan odam ertasiga rak bo'ladimi, bronxit bo'ladimi, allergiya bo'ladimi, unga hech kim kafolat bermaydi. Men aniq bilaman bit bozorining molida o'sha. Borib hididan yonidan o'tib keta olmaysiz. Shunning zax hidi keladi haligi materiallardan. Qayerda eshik borligini chetdan kelgan odam qayerda biladi ichkarida bozor borligini? Bu o'yladi, bu yeri choyxona, bu yeri suv sotadigan, bu yeri yayma bozor dedi. Ichkarida lekin shuncha hujjat bilan o'tirgan odam borligini hech kim bilmaydi. Lekin u odamlar har qaysisi oyiga 5 million, 6 million to'lab o'tirgan odamlar. Hujjatli odamlar. Endi bu yoqni qarang. Qani bu yerdan qayerdan o'tsin odam? Bu sumkalar, bu sumkalar. Yana bir gap. Shu yerda ikkita farzand bilan ayol bizani o'zbekchilikda aytib tursana, dur. Tursangiz, bizani o'zbekchilikda eng kami 2 farzand bilan bozorga keladi. Ikkita farzandni 2 qo'lida ushlab kelayotgan ayolni farzandini boshi shu temira tegmasligiga kim kafolat beradi? Sizlar ruxsatingiz bormi bu yerga qo'yishga? Kim bilan shartnomangiz bor? Yo'q, patent bom bilan shu yer bilan kim bilan shartnoma etgansiz? Masalan, bu yer bozor hududiga girmaydi-da. Masalan, bu odamlar yuridan yo'lak. Kimlar bilan dogovor etgansizlar deyman. Kim ruxsat bergan, ayni masalan o'zbekchasini, ruxsat kim berib qo'ydi bu yerda o'tirishlaringizga? Yaxshi soliqdan patentingiz bor. O'tirish uchun ham ruxsat olishingiz kerak-ku. Ashi kim bergan? Bozorkommi kim? Yo'q, mumkin emas-da. Masalan, qonunda masalan belgilanmagan yerda o'tirish mumkin emas. Yana ustalaringiz ham dum ulli odamlar yurishini ham dum xalaq berib turibdi. Yana hozir bular tadbirkorlar ichanda e'tiroz bildirib turibdilar. Bularni Giradon bozorini ichona guvrim bilan qolgan savdo ham bo'lmaydi deydi. Yana sizda masalan kassa apparat damage bo'lishi kerak. Ana unda dalab bo'lishi kerak.
35-30. Sifati yaxshi. Ya ötölderek çıkıyor, iyice çıkıyor. Yok. Ne? Bir misal keltiraman ya, stolni ko'rib. Bu menimcha bizning yangi O'zbekistonimizni bozorining standartiga to'g'ri kelmaydigan yerda bo'laman. Adamlar o'tirib keyin o'tamiz. Dini aytsam, Dürtülüp ketdim mana. Hozir tunnelning tagini ko'ramiz. Toshkent shahrida aylanganimizda tunnelning tagi pustoy turadi, lekin biz ham yurgan shahrimizda tunnelning tagida nechundir o'tib bo'lmaydi. Keyin biz ulu yo'lda o'tishimizga to'g'ri keladi. Ko'rasizlar. Şöyle koyup satış mümkün mü? Şöyle koyup satış mümkün mü? Mümkün mü gen koyuş? Görünmeyin. Epke bir de sizler şurada duruş için kim ruhsat veriyor? Bazar konmu yoki abadallaştırışmı? Bana gerek. Ne için gerek? Neşenese müracaat tuttu şu boyunca adamlardan. Etiraz tuttu. Ne için? Kim o adam? Şu tedbirkarlar şanda oturgan. Qaysi tadbirkor? Endi men siz aytmoqchi kim lekin? Yo'q, men sizga javob beraman. Yaxshi, bunda o'zimiz topamiz. Yine. Tadbirkorlar aytishni istamadi. Demak, buni bozor ko'mdan ham so'rashimiz mumkin bo'ladi. Mecburiyet berberin işin net baskına berilir. Bir çok. Yo'q, odamlar chadon zinadan men band etib o'tiribdilar. Ko'ringlar. Bozorning ichine ko'p, shigir bo'lmaydi.